Yanında avtomashina taklagan narsa bormi? Sudlanganmi oldin? Nima bilan sudlangansan? Narkotik. Nima bu? Qora Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri doirasida Xorazm viloyati hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, ularning tarqalishining oldini olish hamda bu turdagi jinoyatlarga chek qo'yish borasida tezkor qidiruv tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Joriy yilning 27-iyul kuni Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmat xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq navbatdagi holat fosh etildi. Tezkor ma'lumotlar asosida o'tkazilgan tadbir natijasida Samarqand viloyatining Urgut tumanida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan muqaddam giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan shaxs Urganch shahri hududida harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli avtomashinada yo'lovchi sifatida ketayotgan vaqtida to'xtatildi. Tegishli tartibda xolislar ishtirokida o'tkazilgan ko'zdan kechirish jarayonida uning yonidagi sigaret qutisi ichiga yashirilgan 30 gramm og'irlikdagi opiy giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, belgilangan tartibda hujjatlashtirib olindi. Dastlabki surishtiruv jarayonida mazkur shaxs ushbu giyohvandlik vositasini Samarqand viloyatidan Xorazm viloyatiga sotish maqsadida olib kelganini ma'lum qildi. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, ularning respublika hududiga olib kirilishi va tarqatilishining oldini olish, shuningdek bu jinoyatlarga aloqador shaxslarni aniqlash borasidagi tezkor qidiruv tadbirlari qat'iy davom ettiriladi.